Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videolarimiz yana shu Urganch shahri Gullenskiyda. Gullenskiyda yo'lni bo'yinda 4 qavatli binoning ikkinchi qavatida, ya'ni o'rtalikda joylashgan ekan bu domimiz, kvartiramiz. Bu ko'rib turganlaringizdek hamma yeri g'ollar döşelgen chiroylatib, oboylar, yarki oboylardan zo'r oboylardan urilgan ekan. Girish eshiklarimiz demir eshiklardan qo'yilgan. Bu yon tarafda yana sanuzelimiz, da patolog kafelari toza bosilgan. Bunday toza remontdan chiqib turibdi 100%. Vannalar ham, unitazlar ham, uchuvchilar ham, даже suvnikilar, ular ham toza qo'yilgan. Hech nima karts bor, hech vaji yo'q. Bu yon tarafda oshxonamiz. Oshxonamizda kuxonniy mebellar ham, gaz plita ham hamma qo'yilgan. Hamma cho'tki bu yerda jaluzilar ham osilgan. Bu yerda kotelimiz toza o'tirilgan ekan. Zamonaviy kotelimiz toza qo'yilgan 100% hamma bilan. Reyestrlar ham zo'rlari qo'yilgan, aynalar oqfa, eshiklar ham shu ukrainskiy eshiklar, NDF eshiklar. Hammamiz shu eshiklar joylashgan ekan. Bu yon tarafda birinchi xonamiz, ya'ni zalimiz. Bu yerimiz ham shu 100% g'ollar döşelgen. Oboylari bosilgan, lyustralari qistirilgan, pardalarni chasib qo'yilgan ekan. Bu yon tarafimizda ya'ni bu balkonimiz bo'ladi aslında. Bu yerimizdan bu yerga qo'shib berib turaman, xona atib ketdi deb. Xohlasanglar bir uluster qo'yib, yana uголок qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hamma joy удобственный. Endi bu yon tarafimizda spalnimiz. Spalnimizga keladigan bo'lsak, bellarcha registr qo'yibdilar. Spalnimiz komplet, mebellar ham toza qo'yilgan ekan. Oboylarimiz ham shu aytib o'tganimizdek hamma yerda noto'g'rilab bosilgan, registrlarimiz zo'rlardan qo'yilgan, yaxshilardan. Perda jozi perdamiz ochilgan. Spalni mebelimiz komplet toza qo'yilgan. Hali hech kim yashamagan bu yerda. Bu joyimizni polni remontdan chiqarib, hali yashamay sotib chiqarib ekan uy egasi. Bu joyimiz narxini keladigan bo'lsak, ekranga chiqarib yozib qo'yamiz telefon nomerlari bilan. Shu joyimiz kimni qiziqtirsa, shu ekrandagi nomerlarni murojaat etaverasizlar. Hem sizler aytmışım videomuz kime menfaatli yakın olsa bir like basıp koysun unutmanglar. Bu joyimizni lokatsiyasi Olimpiya stadioni yanı. Şurada sitofonu tiyinde yo'l aqragan dom. Hamma lokatsiyasi hamma zo'r. Shu videomiz kimda kim bir menfaatli bir like basıp koysun unutmanglar. E'tibor uchun rahmat hammaga.